Nima qilyapsiz? To'xtang, qo'lim og'rityapsiz. Nima qilyapsan meni uyimda? Qo'yib yuboring qo'limni. Ket. Siz hali ha, o'rningni bildirmay turgandim. O'chir ovozingni. Asal to'xtasan, hech narsani bilmaysan. Ko'rmanmi bilmayman. U bilan qayoqdan chiqib kelayotgandingiz? Xoyna-xoy. Mani xonamdanmi? Bu gapni bir gapirding, ikkinchi qaytarma. Voy aldoqchi. Sizga 100 marta gapirsam ham befoyda ekan. Xuddi shu narsa bo'lishini bilgandim. Sizda vijdon degan narsa bormi? Ozgina sabr qilib tursangiz ajrashardik. Keyin bemalol mana shu uyga kelin qilib olib kelib yashardingiz. Jahling chiqib rashk qilishing tabiiy. Esingda bo'lsa, Yana rashk deydi bu. Qanaqa rashk? esingda bo'lsa eshigimizdagiga gul tashlab ketishgan. Men ham noto'g'ri tushunganman. Lekin seni ham eshitganman. Nima? Siz hozir bu holatni o'shanga tenglashtiryapsizmi? Ikkalasi bitta narsa. Bitta narsa emas ikkalasi. Qachon tinch qo'yasanlar meni? Qachon tinch qo'yasizlar? Oydin opa. Erishdingizmi maqsadingizga? Siz jinnimisiz? Ha, siz o'zingiz chaqirdingiz-ku. Jinni nimalar deyapsan sen? Siz chaqirmasiz, men sizni yotoqxonangizga qanaqa qilib kirib boraman? Tavba. O'chir ovozingni. O'ldirib qo'yaman hozir. Asal, men o'zimni boshqa oqlamayman. To'g'ri bo'lgan narsa janjalga arziydi. Lekin buni haqiqati ham meni yaxshilab eshit. Hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Agar sen biroz vaqtliroq kelganingda, Aziz ikkalamiz yotoqxonada ko'rgan bo'lardik. Ha, o'sha har kuni janjallashadigan yotoqxonamizda. Unda ahvol bundan ham jiddiy bo'lardi. Mana shunisiga ham shukr. Asal xolising ishon, xolising ishonma. Chunki men senga xiyonat qilganim yo'q. Keyin Aziza, sen ham eshit. Agar Asal bilan ajrashib ketadigan bo'lsam, senga ikki dunyoda ham uylanmayman. Eshitdingmi? Yo'qol endi uyimda. Yo'q. U qolsin. Yaxshisi men ketaman.